Sayohatchi hech qachon uyiga qaytmaydi. Chunki u sayohatga ketsa, boshqa odam bo'lib qaytadi. Sayohatning foydalari juda ham ko'p. Siz qachonki sayohat qilsangiz, komfort zonadan chiqasiz, yoqimsiz odatlaringizdan qutulasiz. Siz yangi odamlarni ko'rasiz, tanishasiz, yangi madaniyatni o'rganasiz. Eng muhimi, siz shuni anglab yetasizki, siz yashayotgan hayot ancha kichkina va muammolaringiz esa kulgili tuyulishni boshlaydi. Siz endi hayotingizga ancha yuqoriroqdan qarash. Sen juda baxtlisan, Tutti. Ko'rmagan joyi yo'q. Men bo'lsam hech qayerni ko'rmasdan uyda o'tirgan. Menga qara, Tutti. Biron yoqqa boraylik. Yoqqa? Nima uchun? Biron yoqqa. Uzoqlarga. Bilasanmi? Aytishlaricha, dalani narigi yog'ida, yam-yashil o'tloqning etagida, ko'k o'rmon ortida bitta tepalik bormish. O'sha tepalikka juda ham chiqqim kelyapti. Nerede o'tsak bo'lmaymi? Suv sasib ketgan, Yo'q, bu sasiq emas. O'sha yerlarda bir jonday. Ananing ishidan sasiq bir zat suv bergan salma bor-ku nerede? Просто bir narsa jibergan shior sasiq. Kanalizatsiya. Buni toza suv buni. Mana ana yerda tog' bor arjag'i qara. Arjag'i tog'. Tavlar. Qadara uylarni ko'rding? Ne uylar? Ağlam. Biliyorsun yegeni o'qib qolgan ekan. Shuni neyse bilay. Ne mana teraklarga o'qit. Bo'ladi o'rta. Buni niye qo'y? Nazbay bilamizmi buni? Ya просто bir işsiz. Kecha bola edim, bugun ulg'aydim. O'tgan fursatlarim tushga o'xshaydi. Murg'ak bolajondan asar yo'q, ammo qalbimda bolalik hamon yashaydi. Umr oqar suvdek o'tar bir sumda. Beg'ubor paytlarni ko'ngil qumsaydi. Dardning neligin bilmasdik unda, qalbimda bolalik hamon yashaydi. Taqdir har ko'ylarga soladi bizni. Bergan zarbasidan yurak qaqshaydi. Sog'indim quvonchdan porlagan yuzni. Qalbimda bolalik hamon yashaydi. Bugun jismim ulkan, ulg'aydim ammo qalbimda bolalik hamon yashaydi. Degan tabiatdan zo'r joyda joylashgan qilib olinadi degan. Manzarani qarasangchi. Tutti. Basta hozir mana bu bir taqatib Suvga shalab bo'lib tushib ketasan. Ulan nega qo'yibdi bu? Bunday воздушкалерде. Bunday. Bunday plastmassa. Ko'tarib turadi. So'zatlarni ustatib qo'yibdi bizni nega? Mana suvning ichida shuncha joydan oqib. Qalay o'tadi deb gapirdi. Sudan qalay o'tadi? Birinchi
reyt ötüp atıb içerdi. Arkasında. Şöyle. Rastım. Birinci reyt tövbe astagfirullah 20 yıldan beri. Böyle kadem rencide atıp bastım böyle. Xudo xolasa. Shu yerda mana bir joy olsang. On 14 kilometr aeroport bu yoq tarafda ekan. 14 kilometr arjanda aeroport. Sayran bozori. Avtovokzal, Sayran avtovokzalining qasında. Bunday жилой komplekslar ko'p ekan. Tog'ning bo'yinda turibdi, ulkan tog'ning bo'yinda. Shu Almarazon deganlar ham yerlar shu tog'lar. Sharafat birinchi marta keluvim deydi yerlarga. Quyoshni zagaralib o'tiribdi. Quyoshda zagaralg'in kelsa Nukusga bor ko'rasan. Dedi quyoshimizni, Nukusimizning quyoshini. Nukusimizning quyoshini sog'indik. Ana adam o'tiribdi. Nega sayohatdan keyin daromad oshadi? Sayohatdan keyin daromad o'sishini ko'pchilik dam olganlikdan deb o'ylaydi. Aslida esa vaziyat va fikrlash o'zgarishidir. Abu Hayyan at-Tawhidiy aytgan: bir joyda uzoq qolish aqlni zaiflashtiradi va kishini odatlar asiriga aylantiradi. Notanish muhitga tushganingizda vaziyatni boshqa tarafdan ko'rishni boshlaysiz va ilgari qabul qilmagan qarorlarni qabul qilasiz. Sayohatchilar odamlarni tezroq tushunadi, imkoniyatlarni tezroq ko'radi. Islom ta'limotida sayohat ishdan qochish emas, ongni rivojlantirish vositasi hisoblanadi. Sayohat bu xarajat emas, bu o'zingizga qilgan eng foydali investitsiya. Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikringizni qoldiring. Ne go'zalligini qaranglar. Bebaho. Voajab. Yashash. Sizlarga aytsam, yaxshi. Yaxshi yashash yana yaxshi. Yasha. Bobom aytganlar. Ey, dunyoning oxiri yo'q, u ketaveradi, u hech qachon peshonaga yozilgandan ziyoda bo'lmadi. Shoshilib qayerga ketasan? Qayerga ketasan shoshilib? Qayerga ketasan? Shoshilganlar nima bo'ldi? Biz bir ojiz bir bandamiz avvalo. Hech narsa qo'limizdan kelmadi. Chironda qaytaveradi. Bu yoqdan qolaman. O qorayın shunchaki endi. Men sirtda bir yerda o'tiraman, sen ichine kirib aylanib chiqasan. Yo'q, shoshildim. Kimni o'tiraman? Men ham shoshildim. Dilbarning keling ya yerga. Lekin Almarazonga boraman, azondan kechga. Bir yerga qo'yib ketib ham sen bilsin. Bu odamlar hozir.
Nechiga o'ynaymiz? 230 ga minamizmi? Anne,